Dam olmaganimga 1 yildan oshib ketibdi. Chamadanimni yig'ib, bolalarimni olib, erta sahardan aeroportga qarab survordim. Havo juda ham yaxshi. Aeroportda tushib, ozgina aylanib, duty free ga kirsam, 290 yevrodan spirtga hid aralashtirib sotishyapti. Arzoni ham bor ekan, lekin bularning hidi menga umuman yoqmadi. Shuning uchun sekingina samolyot tarafga qarab yurdim. O'zbekiston havo yo'llari men uchun birinchi o'rindagi aviakompaniya hisoblanadi. Nimagaligini hozir joylashib olib aytaman. Niyat qilgan kitobimni ochib, yirtib o'qiyman deb tursam, farzandimga sovg'a olib kelishdi. Uni qabul qilib oldim. Samolyotimiz ko'tarildi. Ozgina uchganimizdan keyin ovqat keldi. Bular xuddi kelin taraf, kuyov taraf kutib olgandagi mana shunaqa chiroyli kutib olishadi har doim. Shuning uchun bu aviakompaniya men uchun birinchi o'rinda turadi. Ro'zadorlardan uzr so'ragan holda musofir maqomida bo'lganim uchun bu narsalarni ham birma-bir tiqvora qoldim. Hattoki zaytun moylarigacha, sariyolarigacha bor. Shun bilan yetib bordik. Yetib borsam, ne ko'z bilan qarayki, tanish chehralar yuribdi.